Mana bu 10 kunda qilingan farz amallar boshqa oylarda qilingan farz amallardan ko'ra afzaldir. Mana bu 10 kunda qilingan nafil amallar boshqa oylarda qilingan nafil amallardan afzaldir. Va o'z navbatida mana bu 10 kunda tark qilingan gunohlar, harom, munkar ishlar boshqa oylarda tark qilingan harom, munkar ishlardan ko'ra afzal bo'ladi. Ya'ni mana shu oylarda bir ma'siyatni tark qilsa inson, tavba qilsa harom narsalardan, boshqa kunlarda haromni tark qilgan kunlardan ko'ra bu kunlarda Allohga tavba qilganligi afzalroq bo'ladi. Bu kunlarni ya'ni g'ofil bo'lib o'tkazib yubormaylik. Bu kunlarda qilingan solih amallar boshqa oylarda qilingan amallardan ko'proq, ziyodaroq bo'ladi. Shuning uchun ham azmi qaror qilaylikki, bu kunlarda toat ibodatlarga mahkam bel bog'laylik. Qo'limizdan nima solih amallar qilish kelsa qilaylik shuni. Namoz o'qish, haj qilish, umra qilish, roza tutish, Qur'on tilovat qilish, zikr qilish, duo qilish, ota-onaga yaxshilik qilish, silay rahim qilish, qo'shnilarga yaxshilik qilish, odamlarning bir ehtiyojini o'tab berish, kasallarni borib ziyorat qilish, janozalarga qatnashish, nima qo'lingizdan keladi qiling, to'xtamang. Illoki mana shu kundan foydalanib qoling.